Ben O'zbekistondan keldim. Sigara operatsiyasi uchun. Ben donorlik qildim ukamga. Ukamga sigara kasal edi, shunga donorlik qildim. Hammasi yaxshimi hozir? Hammasi yaxshi. Satish Kumar. Bu kishini internetdan topdim. Bu kishi xizmatlari juda yaxshi. O'zbekcha, ruscha, inglizcha, hindchani yaxshi biladi. Aeroportda o'zlari kutib oldilar. Mehmonxonaga joylashtirdilar. Mehmonxona hospitalga moshina qilib berdilar. Xudo xolasa bugun mehmonxonaga javob bo'lyapti. 8 kun bo'ldi operatsiya bo'lganiga. Ukamning ham holati yaxshi. Kimga yordam kerak bo'lsa, Satish Kumarga aloqaga chiqinglar. Spasibo, katta rahmat. И это ukangizga to'g'ri yaxshimi? Holati